Bismillah. Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugungi o'tadiganimiz artera subklaviya hamda artera auxiliaris haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, bularning tarmoqlari haqida avvalgi darsda ham aytib o'tgandik, ya'ni artera subklaviyaning tarmog'i haqida, artera vertebralis haqida gaplashganmiz. O'zi artera subklaviya nimaning tarmog'i? Artera subklaviya truncus brachycephalicusning tarmog'i hisoblanadi. Bilardik, o'shanda artera carotis communis sinistra dextra bo'lib yuqoriga chiqib ketardi va artera subklaviya dextra bo'lib o'ngga qarab ketardi. Umuman olganda hozir artera subklaviyalar haqida gaplashamiz. Farqi yo'q, ikkita tomon o'ng va chap, ya'ni ikkita tomon tarmog'i bir xil bo'lganligi uchun u qadar farqlanmaydi. Shuning uchun ikkita tomon haqida ham gaplashib ketaveramiz. Hozir demak o'ng tomon haqida ko'rishga harakat qilamiz, ya'ni o'ng tomon haqida. Demak, boshladik. Xo'p, artera vertebralis aytib o'tganimizdek, artera vertebralis tarmog'i haqida aytib o'tganmiz. Artera vertebralisda bular miya tarmoqlariga kiradi. Undan keyingi tarmog'imiz artera thoracica interna. Artera thoracica interna bu artera subklaviyaning ikkinchi tarmog'i sifatida qaraladi va xo'p, rasmda ko'rinib turgandek rang bilan ajratilgan articulacio sternoclavicularisda nisbatan sal lateralroq joylashganligini ko'rish mumkin. Sternum esa sal lateralroq pastga qarab tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Yashil bilan ajratib ko'rsatilgan. Mana shunaqa shaklda va u qon bilan ta'minlaydi. Nimalarni qon bilan ta'minlaydi? Bu demak glandula mammaria, ya'ni sut bezlari ayollarda, umuman musculus pectoralis muskullarni qon bilan ta'minlaydi va bundan tashqari qorinning to'g'ri muskuli musculus rectus abdominis borda, o'shani demak yuqori qismlarini qon bilan ta'minlab o'tib ketar ekan. Va bundan tashqari perikardium, yurakning perikard qavatini ham qon bilan ta'minlashda qatnashadi va musculus intercostalis interna, ya'ni musculus intercostalislarni qon bilan ta'minlashda ham ahamiyat kasb etadi. Bu artera thoracica interna. Endi truncus therocervicalis. Do'stlar, poya bor artera subklaviyada. Ko'rib turibsizki, mana shunaqachasiga artera subklaviya joylashgan. Birinchi tarmog'imiz mana. Endi bu yerda tiniq, aniq ko'rinmagan bo'lsa ham, lekin ajratib olish mumkin. Artera vertebralis bo'lib yuqoriga, artera thoracica bo'lib ichkariga va mana bu yerda chigal hosil qilgan truncus therocervicalisni ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda tarmoqlar aniq ko'rinmagan. Aytib o'taman, prezentatsiyada hammasi berilgan bo'ladi. Xo'p, demak, truncus therocervicalisning qanaqa shoxlari bor, qanaqa arteriyalarga tarmoqlanib ketadi? Truncus therocervicalis. Ya'ni buni ma'nosi bo'yin qalqonsimon bez poyasi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bular arteria thyroidea inferior. Arteria thyroidea inferior ko'rishimiz mumkin, mana truncus therocervicalisning yuqoriga qarab ketgan. Ya'ni bu glandula thyroideaning pastki tomondan qon bilan ta'minlashda qatnashadi. Bundan tashqari, u yerda joylashgan hiqildoqni qon bilan ta'minlaydi, qalqumni qon bilan ta'minlashda ham qatnashib o'tib ketadi. Arteria cervicalis ascendens, ya'ni ko'tariluvchi arteriya. Bu o'sha bo'yin mushaklarini qon bilan ta'minlashda ahamiyatga ega. Arteria cervicalis superficialis, ya'ni bo'yinning yuza mushak, guruhlari va bundan tashqari musculus trapeziusning qon bilan ta'minlashda ahamiyat kasb etgan. Va arteria suprascapularis. Arteria suprascapularis skapulani ko'rishimiz mumkin. Skapulani ikkita tomonda, yuqori hamda pastki tomonda muskul bor. Musculus supraspinatus, musculus infraspinatus degan muskul guruhlari borda. O'shani qon bilan ta'minlashda ahamiyat kasb etgan. Bu demak truncus therocervicalisning 4 ta tarmog'i. Undan keyingisi bu truncus costa cervicalis. Truncus costa cervicalis. Buning ikkita tarmog'i bor. Bular arteria cervicalis profunda, bo'yinning chuqur tarmoqlari hamda arteria intercostalis suprema. Arteria intercostalis suprema. Xo'p, bular demak arteria cervicalis profundani ko'radigan bo'lsak, xo'p, demak bu ham chigal truncus costa cervicalis, bu faqat demak chuqur tarmoqlarni qon bilan ta'minlaydi. Bo'yinning chuqur muskullari va o'sha ensa sohasidagi muskullarni qon bilan ta'minlashda ahamiyatga ega. O'sha mushaklar guruhini qon bilan ta'minlab ketadi. Va arteria intercostalis suprema. Arteria intercostalis suprema. Bu o'sha nomidan ham bilinib turibdiki, o'sha interkostal mushak guruhlarini qon bilan ta'minlaydi, qovurg'alararo va bundan tashqari orqa yelka kamar muskullari guruhini ham
qon bilan ta'minlashda ahamiyatga ega. Arteriya interkostalis suprema. Xo'p, undan keyingi tarmog'imiz arteriya transversa colli. Arteriya transversa colli. Bu ham yelka kamari muskullari, asosiy yelka kamari muskullarini qon bilan ta'minlashda ahamiyat kasb etadi. Endi yelka kamari muskallariga nimalar kiradi? O'sha skapula sohasidagi muskullar bor, muskus teres major, teres minorlar, muskus deltoideuslar bor, ko'plab muskullar, muskus pectoralislar ham o'zi. Mana shu arteriya transversa colli, demak, qon bilan ta'minlashda qatnashib ketar ekan. Rasmdan ham ko'rishimiz mumkin. Alohida yashildan ajratib ko'rsatilgan mana shu transversa colli, arteriya transversa colli. Ko'rib olishimiz mumkin. Xo'p, endi qisqacha diagramma shaklida tasavvur qilish uchun rasm chizdik. Xo'p, bunda mana buni arteriya to'lig'icha, demak, arteriya scapularis, arteriya subclavia deb tasavvur qilsak, mana shu tarmoqda. Endi bu o'ng tomon deb tasavvur qilaylik, do'stlar. O'ng tomon. Ya'ni o'ng tomon yelka tomon arteriya subclavia dextra deylik. Xo'p, bunda demak birinchi tarmog'imiz arteriya vertebralis dedik. Ikkinchi tarmoq pastga qarab ketyapti. Bu tarmoq arteriya thoracica interna. Nomlariga alohida e'tibor beramiz. Uchinchisi truncus cervicalis va buning to'rtta tarmog'i. O'sha A arteriya tiroidea inferior, B cervicalis ascendens, C arteriya cervicalis superficialis va D arteriya suprascapularis. Qon bilan ta'minlashni aytib o'tdik. Xo'p, undan keyingisi, to'rtinchisi bu truncus costa cervicalis. Buning ikkita shoxini aytdik, arteriya cervicalis profunda chuqur tarmoq hamda arteriya intercostalis suprema deb aytdik. Va beshinchisi arteriya transversa colli. Mana shu do'stlar arteriya subclavianing barcha tarmoqlari haqida edi va u arteriya auxiliarisga davom etib ketadi. Mana shu haqida edi. Mana shu do'stlar arteriya subclavia haqida edi. Xudo xolasa bu qisqacha arteriya subclavia. Bundan keyingisida arteriya auxiliaris haqida gaplashib o'tamiz.